Elon Musk'ni hozir dunyodagi birinchi bayli emas, yana dunyodagi birinchi jonan deydi. Uning hozirgacha 4 xotini, 6 balasi bo'pti. Lekin bu bir normal ish deb o'ylayman. Shundaqmi? Birinchidan odam degan mukammal bo'lmaydi. Hamma odamning ortiqchiligi va kamchiligi bor. Xizmatda shundaq cho'ng utuq qozongandan keyin oilada katkizib qo'yish tamoman mumkin, normal ish. Endi bu Elon Musk'ning o ajrashib ketgan ayollarini Musk'ning pulini deb to'y qilmagan, deb kim kesib ayta oladi? Musk'ning o'zi qargan pulni bak yaxshi ko'rishib mumkin emasmi? Uning ustiga bundaq cho'ng puli va bir erning Amerikadagi echib etilgan bir davlatda shundaq ong yashayotgan bir kishilarning to'l xotini almashtirishi, boshqa ayollar buzilishi normal hadisi-ku. Bizning mashhadim ko'ryapmiz-ku. Ayni G'arb Sayat nomli asardimi Kali devining shovsansi bor-ku. Yumyan qo'lijing bilan birga yuruydi-ku o'zini shundaq chiroyli ayoli teshangonga tusa. Endi Elon Musk'ning gap chiqib Tesla'ni tilg'asak nurg'ullar voysa uqmayotgansa Tesla degan uning noit bir kichkina munda bo'lib bir shirkati, u degan ish qandaq gap emas. O Tesla degan uning munda o'yinchiq deb kirishi u bu deb qo'ydik. Endi maktablardan so'rab kelsak, ish qasmizda berib ko'rishib bakmidi? Ya shu shirkatimizni qurish bermagan. Endi rost shundaqmi deganda endi materiallar qarsak Elon Musk'ning qilayotgan boshqa ishlarga nisbatan fan texnika nuqtasidan etgan vaqtning o'zida haqiqatan bir toklik avtomobil yasash qolgan texnikasi qaraganda sal to'varak turdi. Yeni Elon Musk raketani osmonga chiqarib etib berdi. AI texnikasida odamning miyasini kompyuterga ulab sistem qachilab qo'yibdi. Ham dunyodagi eng ilg'or bo'lgan quyosh energiyasini elektr energiyasiga almashtirgan shirkatlar, bir talay biz bilmaydigan shirkatlarim borki, buniki. Mushunda qilyapti. Bular nisbatan texnik jihatda rost turish mumkin, lekin Elon Musk qilgan butkul dunyoga tunutqini yenilar Tesla. Bu Tesla Elon Musk qilayotgan ishlarning ichida eng oddiysidek tug'uni bilan, biroq bularni yer sharining ham yerga tunutqini, hamma odam biligini, yer shari bozorini oshqini, bozorni kontrol qilgani shu Tesla. Tesla'dan boshqa shirkatlarning nomini anglaganimiz bilan bizning amaliy turmushimizga besib kirmadi. Biz bilan bevosita uchrashib baqmadi. Biz faqat mana Tesla nomli avtomobildan uchrashib baqdik. Ba'zilar setib oldik. Tesla'ni ep baqqan emas, bir haydab baqqanda nachinglama. Tesla'ni voy noit oddiy kichkina bir shirkatga degan bilan. Men bu bir shirkatni shirjaq paydab baqdim, men xil buldigan mashinka qo'polligini hisob qilmaganda. Shunga buni herkes bo'shliqlashqa bo'lmaydi. Tesla Elon Musk'ning qilayotgan boshqa ishlarining hammasining boshlamchisi, birinchi qadami mush Tesla. Shunga bugun men do'stlarga Elon Musk'ning tarjimonligi degan bu kitobni deb atayda akeldim. Ostidagi seri qaroqqa esib qo'ydim. Elon Musk qiziqadigan, boy bo'lishni o'ylaydigan, haq ishkirda Elon Musk'ni do'rabdi. Men shinjang do'riy olaymanmi deb mushunda qiziqadiganlar yoki Elon Musk'ni bak yoqtiradiganlar chuqur birini setib olib o'qib beqinglar.